신장 телевизия станция, 신장 고유 мәдениет арқытшақ шеркті, 신장 бұғыра мәдениет арқытшақ шеркті әмкардыш бозым олап сұнған çok түтке сәнет программсы, Abide 20 kılı sanat programmsı. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı Abide soda suyu ve meyve şəriflerini işlep çıkarvatkan Şincan Abide Biyopen Teknik Taraqqiyat şirketi mahirlerimizga ahmet dileydi. Elbette bu programımızda mehir muhabbetini özgü mizan kılgan mehir yürüyüşlük büyüş buyumları şirketi alayet talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği üçün tirişçilik gösteriyotgan Şincan İşbar Biyoteknologiyasi alayet hamkarlaşkan. Elbette programımızın 1, 2, 3, 4 derecege erişken mahirleri okşaş bulmagan katlı boğan mukabbatlar bilen mukabbatlandıgan bulup 1. derecege erişken mahirimizni Kamran Boğakla mesulatları arkalıp halkımızın kızgın alkışıga erişip gidivatkan Şincan Kamran Sodecek şirketi 120 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. 2. derecege erişken mahirimizni diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığı Abide soda suyu ve meyve şərifte işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyopen Teknik Taraqqiyat şirketi 100 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. 3. derecege erişken mahirini her millet halkının sağlamlığı ve güzellik üçün tirişçilik gösteriyotgan Şincan İşbar Biyoteknologiyasi 80 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. 4. derecege erişken mahirini Uygur kiyim-kechak sahasındaki Bayraktar Karxana Şincan Mötüber Sodecek şirketi eksan kiyimçiliki 60 milyon kıymetindeki Toyota markalık avtomobil bilen tartıklaydı. Ben Nebican Adıl Bulman, Ürümçi'den Ürüm şehirlik Saybağ rayonluq Medeniyetten Terbiye Sayar İdarəsində işleymen. Ben her xil uslubdaki naqşlarını eklemen. Benim bu qitimliq İpekül Sadası qatnışdaki məqsədim Uygur hazırki zaman naqşlarını texmi keng xalqimizga tunutish hamda onu voyaga yetkazish, Uygur xalq naqşlarini yangicha uslubda barliq aziz ko'rmanlarga, barliq xalqlarga yangi uslubda ko'rsatishdan iborat shu maqsad bilan keldim. Sizlarga yaxshilashinglarni umid qilaman. Kaçan anlattırıp Gözlerimden akar taramlar yaşlar Armağan bile bulup sen sonar Yıldız bilen sır dışı altında Dağla gecesi nefsini Gözlerimden akar taranlar yaşlar Armağan bile bulup sersane Yıldız bilen sır dışı her tümde Tala gecesi nefsini Beni teselli Mutluluklar sevgide yırak Sevgi bilen sevinip seni hiç iyiden Gönlümle itmen sana Vay 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 Sana bazen çin sürgünlü naşanlı Dağla gecesi seni Gönlümle yalan çevirlap yıldız
tasalli mummuqlashib ketagina yiroqqa sevgi bilan seg'inib seni seg'inib seni seg'inib seni. Assalomu alaykum. Men ismim Nabijon Adil Urumchidan Saybog'i rayonlik madaniyatdan tarbiya sayohat idorisida ishlayman. Qanday bu Ipak Yo'l sadasi programmasi qatnashini o'ylashib qoldingiz? Men deb kelgandim. Ay, birinin degil olmaydimi? Adila ma'lum bo'pti-ki, shunga men bir o'quvchi olaylar kelgan. Amaliyotda Ketdimi? Ay. amaliyotda Ya. Nabi ishkimiz kichigimizdan bili naqshaga tutibqa. Bilan naqsh etgan tamam. Undan keyin bir maktabda o'qidik, hatto oliy maktabning bir maktabda o'qidik. Erkam degan naqshini bir qitim ishkimiz bilan aytib chiqqan. Qurban etdik san'at kechiligiga. Men o'sha naqshni anglab cho'ng olgan. Shunga bugun ma'lum sabablar bilan ish qilib yordamda degil bo'ldi, yo degil olmaydi. Naqsha aytishni bir mazgil tashlab qo'ygan bu do'stimiz. Lekin men aqsab turib paymadat berganchi. Lekin ham shuni bilsa deb turasam. Ish qilib bizning gruppa Nabiga kang ichliq, men Nabiga ustoz bo'lmayman. Nabi o'zi xohlaganini o'z uslubida ko'ngilda etkizib ba naqshini aytib o'rinday oladi. Men shuni kapolat berman. Shuning uchun boshqa aytmamay udul meni yerimkin. Adila bu chiqib hali deyishingni urdi. Gapni ochig'ini aytsam, talashma, aniq talashma bu Nabin talashmasam bo'lmaydi. Chunki bu bir yaxshi naqshchi. Endi Adila bilan naqsh etsili billa bu gruppaga kirgitdi degan gapni yo'q bu yerda. Isilning aslimi isil, naslimi isil. Isilsang mushundaq isilga isil debdika. Ashla islimi. Bo'ldi. Biz ma ikkisini kelishtirib ulanmay chiqamiz, deymi? Akşam benim grupam kelmeyse oturgan gap. Gapda ta'tilimlar dedi. Senin avazını tonup aylanmadım. Lekin seni tanıyım. Sen dadamla apan avazı hadisini bilmem ben. Dasla apsım nakşçı. Isiladan. Apsım bizden en atalık nakşçımız Münevver. Adil. Benim ağinem de. Hakikaten ben nakşanın kıyılık derecesi. Ben nakşımışlar, şu üsluptaki nakşının naiti kıyılık derecesini ve oruluğunun için toxtab turaq kim şu bir körey deb aylandim. Eğer bunda bir milli nakşılarını öğrendiğin kes kilesek. Kilasiz. Şu an korkup yuntalab kesik. Bir narsa degil olmaydi, ha? Chiqib meni tanlaydiganiga ishonma. Bermayman hech kimga. Gap shundaqdan. Gap shundaq. Ben bunu ixchamlab berayda, Nabijon. Bir şekilde. Adila haqiqatan eng dastlabki bayqidi. Buni biz ko'z yumsaq bo'lmaydigan ish. Nurnisa faqat qo'yib yotmaydi-ki. Bumi intayin aniq ish. Dilshatkam ijroat turib, Kesga dedi. kuchli umid qilyapti endi. Meniki kas bo'ldi deb. Albatta, men umid qilyapman. Umid qilmasam men aylanmaydim-da. Ben rastgele qilsam senin ovozing tunib qoldim. Tunib kelib, eng oxirgi bo'lganda, uşaq turaqlar turdi. Eng oxirgacha hissiyat joyida. Men rastgele qilsam birinchi ovozini tatib, muqimligi yaxshi ovozim. Hissiyatlar emas, muqim ketyapti-chi. Xeli tajribasi va bir naqshda tadqiq qilsam, bu Nabijon degan bolaning ovozi o'xshidi. Oxiri tavakkul. Shu bo'lsin, bo'lmasin, bizga o'xshash boshqa odam bo'lsinmi, shu Nabijondagi aytgandiki buni alayli dedik. Qanday deysan? To'g'ri deyman. Yeni naqshimi bu ijodiy naqshimi? Yo'q, bu Ablajon Avotnik diyor. Ha, men anglab baxmagan naqshga. Cho'ng Ablajonning naqsi. Sizga shunday Kecha degan naqsh. Sizga shunday tushibdi bu naqsh. To'ytimiz siz uchun Nabi o'rindiq aylandik. Mayli kimni tanlamang, lekin ish qilib men bu o'quvchimni bermayman. Nabijon, faqazaqi qasdtanlig'dan oyoq o'tketayli. Aşı Nabijonga buldu ruxsat degandan keyin u cho'qim tanlaydi. Damdo? Deyli. Desinmi? Desinmi? Desin. Bu bir mushu jihatda pishqan bir narsa, mushtaq narsa uslub eti bu navog'im qatnashgan-ku. Buning sahnadagi bizni shu Qur'onlik, ro'zatlik mudaq
televiziyasining nomerlarini qatnashgan. Shulardan ko'rgan bu xil pishqa uzun bo'ldi, adilash yo'qmi? Ha, men yana bir gapni qistirib qo'yay dedim, Dilshod apandim, sizning gapingizni bo'lib qo'ydim. Uzun yillik naqshchi deyishimga sabab, shundoq uzun yillik naqshchilikni qilib, yana bugungi kunda mushu sahnaga chiqib, mushu musobaqa qatnashganning o'zi bir g'ayratchi, bu bir xil yaxshi ruh. Men do'stim uchun men chalman bu qiyiqqa mushu musobaqada qatnashganman. O Nabijon bir mezgil naqsh etib, sahnalarda riyosatchilik qilib, xilib pishqan to'g'ri Adila degandek. Unda bo'lsa biz bu pishqan naqshchimizga tanlash erkinligini beraylik. Beraylik. Mening tanlashim bo'lsa, Men taraf bir qarab qo'ygan ey-ku. Voyay. Nabija ash o'zingning ko'ngling tutganini tanlagin. Hech chiqqanda bu yerda xopiliq, qizilchilik, keyin qanda qarama, aqli ko'kili yo'q. Hech qisi yo'q. Qaysi ma'lum tarbiyalansak, mushu sahnada talantimiz namoyon qilsaqli bo'ladi. hammamiz shu millatimizning san'atning taqim rivojini biroq tepish uchun tirishyapmiz. Mening tanlashim bo'lsa, Abide soda suyunun huzuru başqacha. Abide soda suyu. Cesaretli olun. Abide vitaminli kuvvet içimligi. Bana bizi tanış, yeydu hanna bu vaklar. Kandıran bulmak yiyecekçe kuvvet tapar umaklar. Umaklar, bulmak yeydu umaklar. Umaklar, kandıran yeydu umaklar. Tanışıp yeydu umaklar. Kamran 360 gradus bu vaklar kuvvet bulmak. Altın. Xalqarалық GMP'si ölçümüde işlengen altın güher deniz yusuni kuvvet melhimi, teri astedeki qoğuşun, sımap, arşın katarlık ziyanlık maddelerini çıkarıp taşlap, zehir kaytırıp terini sağlamlaştırıldı. Altın güher aksıllık kuvvet melhimi, ozukluk doluklap, hücrelerini canlandırıp terini yaşartıldı. Güzellikinin güheri altın güher kuvvet melhemleri. Çay dostum, çay? Mana. Bugün sizler içip kanmadınlar. Ben demlep varmadım. Sizlerge çaynakta emez, çilekli toşup esen bulandı ne? Bugün bu çayınızı kanmadık kotan. İşçinizgi şaltı yeri vapsiz. Beni çay içemez su tuşuduğun mırap kılı vapsiz. Bugün çayınız bek iyisi bu. Kümülni eyligen mayıl. Meni hem eyligen qayıl. Tamam çay ehligen menzil. Onun kim ismidir nazil. Mandak mı isi çay bakken de, şunu çayxanamız kaynaydıkken de. İşçin, yaxşısını işçin. Diyarımız içimlik sahasındaki Abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyofertirlik Terapiya Çektik şirketi Mahirlar'a Ahmet Tileydi. Bu programımızda Mekri muhabbetli özgür nizam kılan Mekri yürüyüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaylı talep kılan. Kipar biyoteknolojisi samimi asker tutup. Programımız hazırda başladı. mening tanlashim bo'lsa, Indoneziyadan. Shuni bergan gapni sen o'tkazib ya. Nabining strolik ovozi yoshlarimiz tanish. Albatta uning kichigida yaratgan obrazimi ko'pchilikning esida bor. Uning bugungi ifodasimi intayin yaxshi bo'ldi. Buningdan keyin uning yaxshi naqshlarini anglashni xohlaymiz. Adujanlar savarnaysdan keldim. Mening yoqtirib aytilgan naqshlarim bo'lsa, ommabop naqshlar, xalq naqshlari, yana rock naqshlar. Mening bu qitimli programmaga qatnashishimdagi maqsadim o'zimdagi ortiqchilikni joriy qildirish, kamchilikni unutish.
ay mu vatan gün mu o yere tuğuptu sen kızıl gülüm o yere tuğuptu sen kızıl gülüm senin kuyun kızılıp su o yüreğimin dek bir girip kulum senin kuyun kızılıp su o yüreğimin dek bir girip kulum Gidey değmen, gidey değmen o yere atan bilem anam kalsın o yere atan bilem anam kalsın aziz başım yat eylep mazalar kaçıracaksın aziz başım yat eylep mazalar kaçıracaksın Ay ana Nurhan ey şehringe misafirler 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 şehringe misafirler şehringe Assalomu alaykum ko'rman do'stlar. Tomoshabinlar, baholovchi ustozlar. Men Savan dairasidan kelgan Adiljon Umargul ma'murlar o'tib salam. Siz kasbda o'qamsiz? Yo'q, uydagilar dadam opam ishkilish dutta chaldi emasmi? Shuningga Qandı bardang, ha? hamda bor. Yaxshi. O'zingiz nima kasb qilasiz? Men 2011-yili Xanstil kasbini bitirgan G'arb Shimol millatlar universitetida. Lekin shu muzikaga pek qiziqib ketib, uydagilarga ikki qitim yog'anga qilib, oliy maktab bitirgandan keyin imtihon berib chiq xizmatga. O'tamidin deb. Taki hozircha uqmaydi bu ishni. Shundaymi? Shuning bilan
O'zimning muzika atretimni izlab, yana ishga ketib qolgandim. Bir maktab qurgan muzika atretlar bilan. Demak, bu sir bu yerda oshkorilib ketdimi? Bugun oshkor bo'lib ketdi hamda. Amal yo'q degan bir fursat bo'lib qoldi ham davolaymiz. Hamma lava ekansizlar. Ego qo'yasizlarmi? Egi bo'limiz deb aylandik. Men endi shundoq ovozni yaxshi ko'rdi ekanman. O'g'illarning, yigitlarning shundoq men bir aytaqku deydigan bir ovoz bor-ku. Ash ovozni yaxshi ko'rganman, shuning uchun sizga birinchi o'rindiq aylandim. Shu men naqsh aytgan ayni davrdimi, men ash yangilikqa qiziqatdim. Hali hamma shu yangilikqa qiziqman, shuning uchun mening atrofimda shunday odamlar bor, shunday qo'shnilar bor, shunday inalarim bor. Sizga yordam qiladi. Endi ovoz yetgan chog'da mana men bor sizga, shuni xotirjam mening guruhimga kelsangiz bo'ldi degan bosqichga kelib ketdim toza. Ashuna masala. Rahmat. Bizning guruhimiz albatta Melodiya guruhi sizdek naqshchilarni qarshi oldi. Birinchidan bunda deyishim kerak, siz hozir Anamnurxon degan xalq naqshini siz gitar manzuni oxirini bo'saq chiqiribsiz-ku. Chiqargan bilan siz puraxni o'z ayni ilishqa shunchalik urinibsiz. Bu yerimizdan ta'sirlandim. Asli shu to'g'ri-ku. Xalq naqshlarimizni amal va o'z furqi bilan o'z ayni bo'yicha aytqanimiz yaxshi. Garchi ovozimizni, ovoz tusimizni o'zgartganimiz bilan, lekin furaqlarga, uningki melodiyasiga chiqilishga bo'lmaydi asli. Uni texmi hissiyotli qilib betib o'zimizning shu doiradan cheklab ketmagan ishtida, kategoriyamizdan cheklab ketmagan ishtida qisaq bo'ladi, lekin menga bu yeringiz yoqdi. Ama agar mening guruhimga kirib qolsangiz, men sizga Bompade degan naqshni rock uslubda ayting desam, qana ola? Menimcha bo'lmaydi. Bo'ladi, chaqchaq qilib qo'ydik. Har xil uslubda bo'lishi tegishli ekan-de. Adilami o'zgachilik melodiya guruhiga taklif qiladi, Mamnun Nur sahnasiga taklif qilyapman. Meningki oldin qaytimda o'zingiz bilasiz. Gerçi natijaga bek yaxshi erishib ketamizakmi, natija muhim emas. Hammamizga jarayon muhimchi, huzurlanish muhim, shundaymi? Huzurlanish, bu muzikadan huzurlanish, san'atdan huzurlanish, mushu sahnadan huzurlanishning o'zim bir ajoyib bir huzurlanishchi. Endi qaysimizni tanlashingizdan qat'iy nazar o'zingizning ko'ngilda o'ylagan o'ylaringiz, ko'ngilingizga pukkan odamlaringiz, ustozlaringiz bo'lishi mumkin. Shunga sizning yurak so'zlaringizni anglab baqsak, Mush musobaqatni ishdan burun takchi qadam so'rab ketdi-chu, agarda to'tili ustoz o'rilib qolsa, kim tanlaysa deb. Men hammasiga o'xshash javob berdim. Oldindan birisi o'rilib qolsa, menga o'rilsa, qaysi o'rilgan bo'lsa, men shunday aql kirib o'rganib, o'zimdan ortiqchiligim bo'lsa joriy qildirib, kamchiligim bo'lsa to'liqlab, shunday qilmada javob berib qo'yatgan. Bugun Munisa Abbas xonim, Adilaziz xonim, shunga rahmat. Yoqtirib o'rlib berganlarga men shunchalik xush bo'ldim, ta'sirlandim. Mayli qaysi uslubda aytaylik, xalq naqshisining shu aylan furaqlari o'zgarmisin deb. Albatta shunaqa bo'ldi. Siz mana shu aylan furaqlarni asosiyatdan to'liq aytdingiz. Bakka yo'qotga yer yo'q. Mening ham o'rniga bir sizga bir tavsiyam endi. Sen ig'ir aytib qo'yapsiz. Naqshni yenik eting. Muшу Alanurxonda-chu, sal ig'ir aytib qo'ydingiz. Yenigroq aytsangiz. Atang aymi, anam kelmi. Yenigroq. Atang aymi ig'ir qolsa, o'zingiz qiynalib qolsangiz, muzikani chilish tempisimi shu yenikka mayilkancha gitara ayrimi akkord ovozda chalgandan keyin naqshni yenigroq aytsangiz, texnik yaqinroq chiqadi. Rahmat. Undan oxirgi qarorni chiqarishdan burun siz dadangiz bilan onangizga degan yolg'on gapingiz uchun ota-onangizdan bir apple so'rab o'zingiz qira qildingiz emasmi? Balkim dadam bilan opam ishtabda ekran oldida o'tirib ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Abay gapni anglab, balkim 3 qatim tillab bo'ldi meni. oz deganda dadam. Oz deganda. Men paqirab turibman sekanda. Bizning o'ydamda pakrak umid bog'lagancha menimda bir odamlar bor edi. Pakrak umid bog'lagan temda oxirida men o'qishimni tashlab san'atni orqa kirib ketdim. Lekin hozir shunda yaxshi o'yliklarning ideyasidan o'tdi endi hisobda. Men hargiz o'zim xohlamagan bir ishni qilsa da zo'rlab turmaydigan bo'ldi. Bo'pti balam qilib to'g'rilish qilsam,
biz qo'llaymiz ota-onam bo'lgankin deb shunda davtida. Ota-onamga rahmat. Toki hozircha qo'llab berganiga meni cho'ng qo'lima rahmat. İşte tırışsanız bir işini vücutga chiqarsiz. Vücutga chiqar degan siz natija qo'lga keldi degan gap. Endi ota-onamizni to'g'ri tushunaylik, qo'llarni tamchilim bor, sazini balam dema, buqini kalam dema deb. Sazliga ayta qalqib chiqdi-da, bizmi shu. Etken çıktı üye nerede, balı nerede, karımız yok, yürümüz. Amal yok. Voy, anchimi emas qo'y. Açım hemen sonra bazı vakit açtım. Yok böyle kaldı. Neymiş diyen çalışıyor. Halk sana ihtiyaç. Sen nersini geldiğin halk seninkin ağlığı skildi, çağlığı skildi, etkisi skildi. Şunu oğullarla açtan çocuk git kalırız. Sen bu vakti kayıt sahaya götürürsün. Hop, endi ko'ngilga gaplarmi bir qur bo'ldi. Ikki muallimga erishdingiz, hozir birini tanlash sizda erkinligi bor bo'ldi. Bu nima degan cho'ng baxt. Qarang. Naqshingizni urug' tuqqanlaringizga taqdim qildingiz. Ikki qatim yolg'onchilik qilganingiz uchun apple so'rab oldingiz. Bunda fursat nada? Shundaymi? Biz undaq yaxshi. Bundaq Nurnisa xonim, Adila, shu Mavu Dilshod apandim texim shundaq 20 yillarda besiyotgan yo'lni cho sizlar mana nihoyatda tezda besib bo'ldinglar. Doğru. Ustozga erishdinglar, oldinglarda musobaqalarni davomlashtirmoqchi bo'lyapsizlar. Bu nihoyatda cho'ng baxt. Ota-onangizmi bugungi natijangizdan bo'pti davtidu eliq ishga yolg'onchilikni cho'qim. Menimcha aniq bo'pti davtidu. Men bu san'at ishlarini qilma deb o'zimning kasbidan istiqo berayotgan chog'da meni ota-onam shunday ko'ngli yerim bo'lib ketgan. Qo'ypasiyan ta hozirgacha bizga ko'ngli yerimchilik ba'zi bor-da. Lekin sizni men qo'llayman shundaqla, to'rt ustozimni qo'llaydi deb o'ylayman. Agar siz bir shuning uchun o'zingizga qattiq talab qo'yib, ota-onangizga bir yaxshi javob qaytarishingiz bir mas'uliyatingiz bor ekan. To'g'ri, men izchil tirishib kelyapman, ish qilib. Bulubmu men albay degandek chiqdim yog'onchilik qilgan ekan. Agar kunlarni birda uydagilar, masalan, bugun bildi, texnik tirishsam oldigan natijalarim bunun bilan cheklanib qolmasligi mumkin. Doğru. Shuning uchun Chiroqni ko'zlam. Yaxshi. Qandaqda oxirgi qaroringiz qanday bo'ldi? Bugun tanlashim Adila xonim. Pichan'da yüz bergen haqiqiy muhabbet hikayesinin lirik kuyi. Adilcan Ömer bu naqshini chin hissiyoti, o'zgacha ovozi bilan zamonaviy tusda yangicha ifodalab berdi. Bizga mushundaq ovoz, mushundaq mohirlar, mushundaq umidlar kerak. Birinchi darajaga erishgan mahirimizni Kamran guvohlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjon Kamran Sodechek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Abida Sodosi va meva sharifli ishlab chiqarayotgan Shinjon Abida Biopatexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Shinjon Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. To'rtinchi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Shinjon Mo'tibar Sodechek shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İsmim Qalb Nur Abdulaziz, bu yıl 23 yaş. Yakan aysin geldim, oxuqluq kasb bilan shug'ullanaman. Mening odatda qiziqishim bo'lsa, naqsh aytish, usul o'ynash, musiqa anglash. Yaxshi ko'rgan naqshlarim bo'lsa, muqam aytishni, amibab uslubdagi naqsh aytishni, xalq naqshlari aytishni yaxshi ko'raman. Mening bu sahnaga asosliq kelishimdagi sabab bo'lsa, o'zimning bundan keyingi san'at hayotimni texmo yaxshi davomlashtirish, o'zimning shu musiqa sohasidagi bir kichik rolimni joriy qildirish uchun bu sahnaga keldim.
Parlaydı bana pehemdir Oyumda görüşen Parlaydı yarkın Kalbimde sen aman Alı sencinim Yanıla men kebi Süyelmez etkin Mubaskan gözlerimni Esleyeleymen Sen çokum yirakka Baktın lavulda Mana yine bir gün Ettiğimin testem Yıldızlarga koşuldum Yolumda karar Kimlerni yad ettim, kimlerni küttüm Mehrimga barliqim bo'lmoqda ayon Aldiroz yo'lini kesib o'tgansan balki Oxirini o'ylashdan qilmam gumon Teraklar qaraydi mana pahlamga Oyumda ko'rishar Parlaydı yarkın Kalbimde sen aman Alı sencinim Yanılan men kebi Süyelmez etkin Mubaskan gözlerimni Esleyeleymen Sen çokum yirakka Baktın lavulda Bana yine bir gün Ettiğimin testem Yıldızlarga koşuldum Yolumga karab Mubaskan gözlerimni Esleyeleymen Sen çokum yirakka Baktın lavulda Bana yine bir gün Ettiğimin testem Yıldızlarga koşuldum Yolumga karab Assalomu alaykum televizor oldidagi va naq maydondagi barliq tomoshabinlar. Assalomu alaykum ustozlar, yaxshimisizlar? Aleyküm assalam. O'zim Muqam Niyari ekan qizi. Qalbim rabiz bo'lma. Kasbim muzika o'qituvchisi ekan, muzika o'qituvchisi. Muşu naqshini o'zingiz bilasiz, aqcham Chimengil out tekisi. Bu tekis pek chiroyli yozilgan. Muzikasini kimligini bilamsiz? Akbar Ahmed. Yaxshi. Muşu naqshini siz aş tekislarini bir anglab baqdingizmi qaytadan? Ha. Qanchalik vaqt bo'ldi o'rgangangan mush naqshini? Bu naqshni rasga qilsam, men uzoq vaqt bo'lmadi o'rgangan. Xizmat sababidan qayda vaqtim yetib bo'lmaydigandek 4-5 kunlar bo'ldi. Lekin burun yaxshi ko'rib, yangi chiqqan vaqtida anglablam, o'rganib olgan keyin lazım bo'ldi bu naqshni aytish, shundaqmi? Shundan keyin boshlab mashq boshlandi. Endi xamliqingiz aniq chiqib turdi. Bu naqshni mening do'stim Rana Roza aytgan, siz bilasiz. Bu naqshiga hissiyat bermasak, hissiyatni yuragidan qaynab chiqqan hissiyat bo'lmasa, bu naqshini shaxsan shundaq liriklik naqshlarni men naqshi deganlar adam aytolmaydi-ku. Chunki boshqa narsani to'g'ri bo'ladi. Mani ishki hissiyatni chiqarmasa, bu lirik naqshini aytib tugatgan bo'lmaydi. Ammo sizningki hissiyatingiz to'g'ri. Bu naqshi ham bo'lganligi uchun sizga shuning uchun siz aytolmay qoldingiz. Endi
Bizmi o'quvchilarimizga talabni bak eg'ir qo'yyapmiz, o'zingiz ko'ryapsiz. Azraqlam muqimsizlik, kontrolsizlik ko'rilsam, o'rlanmay qoldik. Shuning uchun sizning shu naqshini yana texmo pishiqlab o'rganib kelishingizni umid qilib shu sahnada saqlab o'tiraman. Qanday bo'lamdi? Yana ovozingiz chiroyli ekan, naqsh aytishga tamoman mos keladi. Siz bir yaxshi naqshchi bo'la olasiz, qizim. Rahmat. Televizor oldidagi, naq maydondagi qarindoshlar deydigan gaplaringiz bo'lsa anglaydi. Bayamı men dedim bu naqshni o'rganganimga 4-5 kunlar bo'ldi. Uni oldida faqatlam vaqt chiqarib bo'lmaymiz xizmat ehtiyoji bilan. O'zimning ko'nglimdagidek rostga qilsam yaxshi aytolmay qoldim. Son ustozlarimdan apu so'rayman. Yo'q, apu so'rash ketmaydi. Eng oxirida deydiganim meni qo'llab, quvvatlab bergan ota-onamga, maktab rahbarligiga, do'stlarimga, kasbdoshlarimga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Yaxshi. Unda sizlar ketir saqlamdik. Sizni bo'ldi unda hozir. Hissiyatga ajoyib ahamiyat berilgan talantli shoira Chimangul Obidning bu she'ri bizga tanish. Qalbinur bu naqshi bilan go'zal bir muhabbat kartinasini esimizga soldi. Yana tirishim Qalbinur. Ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida Suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biotexnik taraqqiyotchi shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida Suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biotexnik taraqqiyotchi shirkati mahirlarga omad tilaydi. Benim ismim Rasul Qurbanov, yaşım 22 yaş oldu. Özüm Kazakistan'dan Almut şehrini kelip oturman. Hazır bolsam şu Ürümçide Şinjan Sıfendaşı'da bilimini aşıratıman. Özüm kişiliğimden Ustaz Abdullah Abdurrahim'nin nakşilerini sevip tanışayman. Belki o kelginimnin sebebi şu bizimle bir sınaş üçün geldim. Саған жетіп, шаттығым қалған ба? Сүйіп құшып, мейірім бір қанған ба? Сен ұшқырсың, қанатты соң қардан да. Сен жүрексің, тұяқты тұлпардан да. Ғажайыпсың, өмірдің түріндейсің, төңкерілген төбемде күнімдейсің. Ойым ғана сенімен жолығатын, ұстартпайсың, ешқашан көрінбейсің. Арманым ай, алдасаң алдағайсың. Мен қуайын, биікке самғағайсың. Әйтеуір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Сен тәттісің майдағы балдан да, сен жарқынсың күннен де ақ таңнан да. Қасымдасың түнімен көз ілмесем жанарыңда, тұрарсың шаттанғанда. Арманым ай, алдасаң алдағайсың. Мен қуайын, биік
Kapıda kolga түсіп қалмағайсың, kapıda kolga түсіп қалмағайсың арманыма. Әйтеуір бір жапалақтай жар басында, қапыда қолға түсіп қалмағайсың, қапыда қолға түсіп қалмағайсың. Assalamu alaikum. Va alaykum assalom. Mening ismim Rasul Qurbanov, yashim 22 yoshda, Olmut shahridan keltirman, Qozog'istondan. Millatingiz Uyg'ur. Қазақстандан келген қазақмы келіп тұрмын ішіне. Қазақстандан келген ұйғыр екенсіз, Қазақстан вәтініңіз әлбетте қазақ нақшыны орындап келгеніңіз интай жақсы. Ма нақшыны жақсы орындыңыз. Рахмет. Авазыңыз мүшінтік ярқын yo'q ekan, naqshlarni bir taraf qilishlaringiz hammasi xilli saviyalik. Biz endi naqsh o'rinlashda eng muhimi hissiyat, anaqangi naqsh etish texnikasi, naqsh etish texnikasi degan shu saviya degan so'zda. Shuning uchun naqshni qandoq etish, qandoq o'rinlashga bu texniklik o'rinlashga jarayon ketadi. Yomonchiq kuch ajr singdirgan gap o'qish kerak buni. Naqsh etishingizda kasbiy nuqtasi jiqaroq. Hadi siz o'rildingizmi? Men tunji qitim o'rilmay qilishim, yolg'iz qilishim. Aytgan naqshingiz bizni shunchalik ta'sirlantirdi. Rahmat. Qozoqcha naqshgan, ammo agitminlarimi bor manaqshnachi, kuy o'zgartirgan yerlarimi bor. Nihoyat ehtiyot qilmasa, turoqlardan ham hatto ovozliq desa emas xavfi bor. Sal qiyinlik nuqtasi yuqori naqshga. Yana birisi biz muallimlar bilan anglab o'tiryapmiz. Her tarafda da bo'lyapti. Biroq sizning ovoz doirangizni ko'rib olishimiz uchun bir egizlik kerakdi-da. Keyin bu masalani asos jihatdan hal bo'ldi. Hal bo'ldi. Shunga ovozingizningki doirasimi bor. Andan kuchimi bor bo'lyapti. Andan sizning ehtiyot bilan aytib chiqqan naqshingizdan bizda sizga nisbatan ishonch tug'ildi. Siz orqali, sizning naqshingiz orqali, siz bilan bo'lgan suhbatlarimiz orqali Qozog'istondagi butun qarindoshlarimizga salomlarimizni yo'llaymiz. Xo'p, aramizdagi naqshlar uzilib qolmasin, davomli bir-birimizga naqshlarimizni yangiritib turaylik, anglab turaylik, aytib turaylik. Sizning bizning programmamizga qadam tashrif qilganingizga ham ko'p rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Naqshini nihoyat kirtoy aytdingizda. Ammo siz shu ovoz elishingizda normallikni bek saqladingiz, kontrollikni bek saqladingiz. Shu yeri menga bek yoqdi. Endi men bir ayol kishi, ikki er kishi bilan tang o'rildim. Meni tanlamasangizmi xafa bo'lmayman, ammo nur sahnasimi sizni qizg'in qarshi oldi. Rahmat. Men sizning mening gruppamga kelishingizni shunchalik umid qilaman. Mening gruppamga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Bir naqsh bor. Mening gruppamga kelsangiz o'shundoq yaxshi bo'ladi degan. Hozirlik ijod qilib oldi. Unda naqsh yo'q. Bunda qilsam yaxshi bo'ladi. Ikkimiz bog'chalarda yurib muhabbatlasak yaxshi bo'ladi. Qo'li degan yo'q ishlatmaydi. Asa bir naqsh bor, qara, yiqilib paydo bo'lib qoldi. Asa yaxshi bo'ladi degan bir naqsh bor. Mening gruppamga kelsangiz yaxshi bo'ladi. Bizning guruhga kelsam yaxshi bo'ladi deydigan yana bir naqsh bor. Ben bir narsa so'rab baqsam, siz o'qiyapsiz ya, ishlayapsiz? Men mush Urumchida Xanzatulniga o'tmas, fandash, Shinjon fandashida. O'zimizdan bo'lib qolgan balki. O'zimizdan bo'lib qolgan balki-da. Yashantirib men qoldik ekamizda endi. Shu Olmaotada san'at maktabini bitirib tashlab kelgan. Ha, bashag'ir yo'q ekan mana. Bavrim. Kela qo'y.
Ötürük aytadi, men jerde darvoza senin için açık bergen. Ötürük aytaman. Qaljingdap жатыр. Qaljingdap жатыр. Nur sahnesi. Senin işiga aşık o. Sonday жақсы. Bo'ldi, gap yo'q. Ay ne kılasın? Söylesin bana, söyle. Ne kılasın? Endi mening tanishim To'xtal. Men ko'zim qarsizdan bilib olmakini tanlaydigan hozir. Bilib oldim. Men o'sha kuchligu men, bilasizmi? Nurnisa Abbas xonimni. Qaror chiqarishga oldirmaga. Qaror baldur chiqib ketib, keyin pushmon qildiga ishlar bo'ldi. Shuningga turib o'ylang. Meniki kelsang fursat bor, gapdan jig'in edim. Abdulla akamning gruppasiga tanlasangiz, Abdulla akam sizning shu Qozog'istonga olib kirib kelma. Qozog'istonga olib kirib, o'zi kechilik o'tkazmay, siz uchun kechilik o'tkazdi. Bu shunday bo'ldi-da. Meniki kelsangiz men Nyu-Yorkka boramiz. Nurnisa adamniki kelsangiz, Bu Fransiyaga gapirdim bu. Bu qo'ljiga burda qo'ljiga. G'uljini besib keldi-da, g'uljini, ha? Jutimizni besib keldingiz-ku. Mundaq qilaylik. Bo'pti, mening gruppamga kelaversin hamsa. Sen qozog'cha o'ta mıқты qo'y. Ara, mendan boshqalarga yoq kirетін bo'lsanglar voy, sen bilan alsatgan odam ko'p. Men qarab avrim. Bunjaqda sana. Mana bilasizmi? Qozoqchada men de bilaman. Dursimismi? Vat qo'yshi sen, qo'yshi. Qozoqchada bilaman. Xanzushada mening o'zim o'rgataman. Mishadvago Mo'ng'olcha eshitdim men bilmayman. Mo'ng'olchada men de bilaman. Aratandan alatinga iksana banayo. Men ishim bilmaydiganni kirib kelamsa ya. Abdulla akam hammani biladi. Ajim o'tirib taktikasini shiltayotdi. Hozirchi. Shukrimki. Men talashib telefon qilayimki, babalarning numerini so'rab. Rahmat ham ustozlarga. Chaqchaq. Sizning ko'nglingizda kimni tanlagingiz bo'lsa tanlayvering. Endi ixtiyorni sizga qo'yamiz, lekin hammamiz sizning mush jipak yo'li sadosida bir cho'qqiga chiqishingizni xohlaymiz. Shuning uchun xizmat qilamiz. Bemalol tanlayveringda qaysi akamning yo qaysi odamning ko'ngliga tegib qolmanmi demang. Bir necha sekund o'ylanib siz o'zingizning qarorini e'lon qiling. To'xtang. Baş chiqqan quloqdan keyin chiqqan mungiz. Quloqdan turaverdi, mungizni kesitimiz. Quloqni keskinli bo'lmaydi. Kesilmaydi. Endi mening har bir ustoz bilan ishligim bor. Endi bir ustozni tanishimiz kerak ekan. Mening tanishim Kongo xalq sug'urtasi kafolatli qiladi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suyi va meva sharbitini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shaxsiy shirkati mohirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni Bekir muhabbatni o'ziga mezon qilgan Bekir yurishlik yurish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askardir. Programmamiz hozirda boshlanadi. mening tanishim Nurnisa Abbas xonim. Jigit qo'rqmaydi ekan, ha? Qozog'istondan kelib, diyorimizda ilm tahsil qilayotgan Uyg'ur yigiti qozoqcha naqshini yuqori saviya bilan o'rinlab berdi. Mana buni beg'ishlash va jur'at qilish ruhi deymiz. Naqsh o'rinlash oson, ammo yaxshi o'rinlash oson emas. Albatta, tas naqshini yaxshi aytish texmi oson emas-da. Birinchi darajaga erishgan mahirimizni Kamran guvohlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran savdo-texnik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirimizni diyorimiz ichimlik sohasidagi o'z oldiga Obida soda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. Uchinchi darajaga erishgan mahirni har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirni Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxonasi Xinjiang Mo'tibar savdo-texnik shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tasdiqlaydi. İsmim Asqar Anvar, Qashqar Yangishardan keldim. Bu yil 27 yosh. Kasbim o'qituvchi. Mening qiziqadiganim muzika chalish, naqsh aytish, ishdan sirtqi vaqtlarda she'r yozish.
Mening İpek Yolu savdosiga qatnashishga asos maqsadim bo'lsa, o'zimning shu maxsus jihatdagi talentimni bir his qilish, eng muhimi o'quvchilarimga bir yaxshilik bo'lish uchun İpek Yolu savdosiga qatnashdim. Yanımda yaşap yurdum yigan. Seni depmen etli uçtun bigan. Sana meptum hatta kökte ilan. Zilale Zlale, zlale. Ertey genç, küst germen yolunga. Kilip kalsam, gül tutar men kulunga. Ertey geç, küst germen yolunga. Kilip kalsan, gül tutar men kulunga. Kıymalı can, yol tapalmayınınga. Zlale canım yolda olmayın kal. Zlale, zlale, zlale. Belki sevgim pinhan yürür dilimde, ama onu çıkarmaysan dilimden. Belki sevgim pinhan yürür dilimde, ama onu çıkarmaysan dilimden. Rahim etkin men şeyda bulunga. Zlale, zlale, zlale. Rahim etkin men şeyda bulunga. Zlale, zlale, Assalomu alaykum. Mening ismim Asqar Anvar. Bu yil 27 yosh. Qashqar Yangisahardan keldim. Qashqar Feyzvat Misha o'tirning musiqa o'qituvchisi. Sahnaga yarashgan bola ekan bu, ha?
Buni sizlar ko'rmay qoldinglar-da. Qada ko'rib olgansiz? Ko'zim o'tkir o'xshaydi mening. Asli jut yengishadi. Tezvat ishlayotgan gapi muallim bo'lib. Menchi bo'lgan chog'da bir tas naqshini tanlabdi g'ayratiga barakallah. Lekin menchi bo'lganda yanami hissiyotga, yanami kuchgan bo'lsangiz qattiq yumshoqlikqa. Bo'lib avjis kelgan vaqtida shu o'zingizni tig'im ovozingizni qo'yib bergan bo'lsangiz, balkim bevosita yurak tegan o'g'aydi. Rahmat. Men ham shunday siz uchun o'rindiq aylantiramay qoldim. Chunki yana bir partalashni kutib turdim. Ta'limimizga Abdulla Abdurim ustoz siz uchun o'rindiq aylantirdi. Sizni tabriklayman. Aylansam bo'pti-ki. Ey, aylanmay qoldim. Nima deganda endi men sizga aytish uslubimda amba usul emasmi? Bunda amba usul naqsh tutgan naqshlar yomon jiq ko'p. Chunki raqobatda keskinchu, karamat yaxshi aytganlarim bor. Sizmi shunday yaxshi aytdingiz. Lekin men texmi yaxshisini kutib o'tdim. Mana shu nima degan chog'da men daqiqa 100 och amba farq bo'lib ketsa-mu egisi yo'q, bir xil egisini topolmagandek. Xalq naqshiga ko'proq ambab naqshini aytdiman. Ko'proq xalq naqshi bilan shug'ullangandik. Bunda ajishrak bir bolalar bo'lsa deb bilan naqshni shunday yaxshi aytdingiz. Gap yo'q, ovozingiz shunday yaxshi. Mana Abdulla Abdurim ustozingiz siz uchun o'rildi. Siz Abdulla Abdurimga shogird bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Agar bu naqshni yaxshi ijro qila olsangiz, bugun 4 yil bo'limdan aylanishdi gap yo'q. Yolg'iz meni aylanib qolishimda xeli qiyin bo'lgan naqshchi-mi, keyin. Mushu naqshni tanlab musobaqaga elib chiqma degan jur'atingizga qaraganda yetaklab ketish mumkinchiligi bor deb o'yladim. Qolgan ishlarni hamda mushu o'rganish jarayonida bayqaymiz-ku, o'rganimiz bir o'zaro bir tarafdan. Lekin naqshchi yigitlar, qizlar hargiz hammanglar birinchi bo'lma. Men cho'qim birinchi bo'lmay, ikkinchi bo'lma degan bir nihoyatda yuqori talabni o'zinglar qo'yib olmay, birinchi o'quvchimiz, ikkinchi o'quvchimiz deganga o'xshash, o'zinglarning qanchalik talantinglar bo'lsa, shuni mishada namoyon qilish degan bir ruh bilan chiqsanglar saniga. Tanlandik, hamda cho'qim biz darajaga erishimiz emas, o'rganimiz, hamda o'rganishga kirdik. Mushuning o'zi bizning naqshlarimiz uchun nihoyat yaxshi bir natija, bir fursat. To'g'ri. Garchi bu naqshni nihoyat joyida voyaga yetkazib ijro qilinmagan bo'lsaqmi, bir muallimga erishdik, demak, mushu uslubda biz hamda taraqqiy qilishimiz mumkin. Ana boya Dilshod akamni aytdi, kamtarlik bilan dedi. Ammo Dilshod akamning ommabop naqshlarini siz anglagan shundami? Har bir o'qituvchilarimiz har xil uslubdagi naqshlarga ayrim baho berish iqtidoriga ega kelamsa. Zilola nomli bu naqshini 20 yildan beri anglab kelyapmiz. Bu naqsha borgan sari taraqqiy qilib, borgan sari yashirib ketyapti. Albatta, Asqar Anvar bu naqshiga yangi tus berdi. Uning tirishchanlik ro'yiga oxirin. Ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, diyorimiz ichimlik sohasidagi o'zaldiga Obida suda suyi va meva sharbati ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biopan texnik taraqqiyot shirkati bahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan, mehri yurishlik yuvish buyumlari alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida suda suyi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida Biopan texnik taraqqiyot shirkati bahirlar omad tilaydi. İsmim Daniel Abduvali. Yurtum Gulcudin. Özüm Xinjiang Uqam ansamblının naqshatlarida xizmat qilaman. Yaxshi ko'rilgan naqsh usluburim bo'lsa, xalq naqshi, yaqlam muqam, shundaqla ommabop uslubni o'zim sevib anglayman, sevib etaman. Bu programma qatnashishdagi maqsadim burun bilgan bilimlarni va xalq naqshiga bilimlarimni chayib ustozlarni qatnashib güzellik kamçılıklarını to'liqlashmak uchun bu programma qatnashdim.
Sadirmen, sadirmen. Sadir bu olmay ki durmen. Sadir bu olmay ki durmen. Tağ yolun zori samet ağayer bir koy may bilme. Tağ yolun zori samet ağayer bir koy may bilme. Sadırdet dünyama on beş yaşta ağlar. On beş yaşta ağlar. Destekki solgan dayek ağayer kumulsa anda palanda. Destekki solgan dayek ağayer kumulsa anda palanda. Assalomu alaykum. Hurmatli Kutub ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Ismim Daniyar Abduvali. Yurtim G'uljidan. O'zim Shinjong muqam ansamblining naqshatlarida xizmat qilaman. Muqamat. Bu jidalni qanday qilamiz endi? Manda qarasam, oqboshlardan bizga ish ochmaydigandek turdi. Deb shuni bilan oxirgi chidab o'tirib qaranglar. Yaxshi qildim. Yaxshi qildim. Bir so'zim yaxshi qildim. Yaxshi qildim. Ma hech yaxshi qilmadi. Sal o'diq bitib qoldim degan ta'zi yaxshi yetaman. Yaxshi, shunday yaxshi. Bo'ldi. Hozir Daniyar siz birdam saqlab tursiz endi. Yo'q, men o'rgatgandek etmadim. Mana shunday yaxshilik. Juqmabdi. Juqmaydigan yo'q. Juqmabdi. Ay şu sal o'diqda. Yo'q. Abi 8 yil yutib aramış qilib qo'ydim. Bunaqa amal yo'q ekan. San'at uchun, naqsh uchun yaralgandaklar, taqdirlari, sahniy turishlari, yasinib kelishlari shunchalik astoydil, ya'ni Resmi qara, Rost gaplasam, mening o'g'lim cho'ng o'smish Daniyardekli bo'ladi, ammo rasmni isbot bilan ko'rsataman, rasmini hozirlam. Mana bu Daniyarning o'zi kichikiltib qo'yganlar nusxasi mening o'g'lim. Kichikiltib qo'ygan Daniyarmi? Kichikiltib qo'ygan Daniyarda endi buni deyishimga sabab bor. Bu Daniyar bana akışı balağını açıkmasan mı? To'xtan, mayli, nima bo'lsin, to'xtan aka. Ana bal taktikasini shiltib baqay deyapman endi hozirchi. Albatta ustozingiz tanishingiz kerak.
Ma taktikini angla. Ma taktikini angla. Xizmatdashingizga ustozim, men qo'rqib turman ammo. Nurisadam yurtlig'ingizga, men o'rimchi lekin otam uylilik. Bu baytman qulchilik dedi-ku. Buning qulchilikligi rost, lekin dadasi baytalalik. O'xshashmalikka. Gapaga mikrofonda rasmiy olgan. Ya jutvazlik qilishmayli, jutvazlik qilishmayli. Ya jutvazlik qilishmaymiz. Bizimni tekmay kelmaya giderim. Ben Vadarixani eğitmemiş edim. Vadarixa derdi bilen aday vay buldum aniden vay. Kesem mi? Ben aylandım. Vadirixani etti. Köye körmen yağlığın atügey can tügmeni Müştayeldir o. Yana aylandım ben. Adile'nin muydu üstü oylap mı kontrol manda yetişti. Tamam, rast yaxşı bo'ldi. Hey, Tamam. bana dikkat dışarı. Qarab turibsizlar o. Hammasi bo'za qo'ydim Buna ishda. aylandı. Siz bizning Adilaning naqshisidan bir vaqt bizning Nafisani aytib bergan. Nafisani ayting. Bu Adile'nin nakşısı muşrik zıvanım geldi. Yaman mürekkepten cıkan olayım bulunsa. Bu melodiya shunda addiya? Addi olsa yetmem de. Ben burundan bu tört ustazım benim kalbimdeki ustazlara memnunsi. Bunun kimi şunda. Yaman tez toxtatdı. Kimni tanlığınız kez bemalol tanlar. Kim eli xalq naqsini yaxshi aytgan bilsangiz. Mening tanlashim Her qitim mehr markasini ko'rganimda ixtiyorsiz onam mehrini eslayman. Anamdek mehrini vermezken hiç kim, anamdek düşünmesin az hiç kim. Çetinli meherlik sığlaştırırken anamla mehri çırayla. Mehri yürüyüşlük çaç sopulları. Programımız hazırdı başlıyor. mening tanlashim Dilshatqin. Daniyor efendim Sadir Palvanning ve bu naqshining asli o'rinlovchisi bo'lgan marhum ustoz Ahmad Umar akini esimizga soldi. Ajoyib yuqori saviya talab qiladigan bu naqshini o'rinlash undoq oson emas. Dilshat Raydin ustozning tarbiyalashi bilan Daniyor efendining texnik yaxshi naqshlarni o'rindashiga umidimiz zo'r. İpek yolu sadası, sevginin yok çehresi, boş havazla sen nasıl? İpek yolu sadası, İpek yolu sadası,